Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, hurmatli podpischilarimiz, hammaga omad. Mana biz boshlagan ishimizni oxiriga yetkazdik. Mana vitichkalarni ham ustanovka qilib berdik. Xo'p, varishniy panellarini joy-joyiga qo'yib berdik. Moykalarni ustanovka qildik. Xudo xolasa, ko'rib turganingizdek, mana shunday stilda chiqdi ishimiz. Yoqqan bo'lsa, kommentariy yozib, buyursangiz zartib bersizlar. Xudo xolasa, bizni barcha tarmoqlarda topishingiz mumkin. YouTube, Instagram, Telegram barcha tarmoqlarda bormiz. Xudo xolasa, mana shkaflarimiz shu ko'rinishda chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi juda ham chiroyli ko'rinishda. Mana katta-katta shkaflar qilib berganmiz. Mana tagiga mana duxovkamiz yo'lib bergan, duxovkamiz tagiga mana katta tog'ora, patna, suv narsalar qo'yishlik uchun. Yoniga mana shkaflar qilib berganmiz. Bitta tortma tushirib berdik. Mo'ykani yoniga qoshiq, u mayda-chuyda narsalar qo'ygani qo'shinglar mumkin. Tagida kattagina shkafimiz bor. Mo'ykamiz tagi. Suvlari hali montaj bo'lgan yo'q, xudo xolasa keyin montaj bo'ladi. Hop, bu chekka mana yana bitta shkafcha tushirib berganmiz. Aldelik yoniga ehtiyojlarga qarab nimaga qo'yish bo'lsa mumkin. Bu yerda mana mikrovolnovka pechimizni joylashtirish uchun kattagina joy qoldirib ketdik. Bu yoqqa qo'ysa ham bo'laveradi, bu tomonga sushilkani qo'yib. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Bundan ham zo'r ishlarni xudo xolasa sizlarning uylarda qilishimiz mumkin. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat. Podpiska qilishni to'xtamanglar. Hammaga omad, salomat bo'lasizlar.